Assalomu alaykum aziz kitobxonlar. Bugungi book treylerimiz taniqli ingliz dramaturgi, shoir va aktyor William Shakespeare hayoti va ijodiga bag'ishlanadi. William Shakespeare 1564-yil 23 aprel Angliyaning Stratford shahrida dunyoga kelgan. Uning otasi shahardagi obro'li hunarmandlardan biri bo'lib, hatto bir marta shahar meri lavozimiga ham saylangan. William Shakespeare 18 yoshida davlatmand qo'shnisining qiziga uylanadi. Ularning oilasida 3 ta qiz dunyoga kelgan. 1587-yil William Shakespeare Londonga ko'chib boradi va 1593-yilda James Burbage teatrida aktyor, rejissyor va dramaturg sifatida xizmat qila boshlaydi. Umri davomida jami 37 pyesa yozgan Shakespeare ijodi 3 davrga bo'linadi. Birinchi davrda yozilgan asarlari rang-barang quvnoq komediyalardan iborat. Bular Venetsiya savdogari, hech narsadan ko'p g'avg'o, bunisiga nima deysiz va boshqalar. Shakespearening ijodi ikkinchi davri 1601-1608 yillarga to'g'ri keladi. Bu davrda buyuk dramaturg ijodining shoh asarlari sifatida tan olingan Hamlet, Otello, Qirol Lear, Makbet, Antoniy va Kleopatra, Afinalik Timon fojialari dunyoga keldi. Adib ijodining 3-davri 1609-1612 yillarni o'z ichiga oladi. Bu davrda u tragikomediyalar yozadi. Umrining so'nggi yillarida William Shakespeare Londonni tark etib, ona shahriga qaytadi va 1616-yilda aynan tug'ilgan kuni 23 aprelda vafot etadi.